Kuzatuvchilar, Puza Geometriya 10-test, ya'ni 10-dars muntazam uchburchaklar mavzusini boshlaymiz. Tahlilni boshlaymiz. Birinchi savol. ABC teng tomonli uchburchak. Mana bu holatlar berilyapti. Demak, YD BCga perpendikulyar bo'lsa, tomon 21, mana bu yerda 13, x ni toping shart berilyapti. Muntazam uchburchak xossasiga ko'ra burchagimiz 60 gradus bo'lishga majbur. Shunda yuqoridagi burchagimiz 30 gradus bo'lib qoladi. Jami 21 bo'lgan bo'lsa, bu yoqqa 8. Demak, x ning o'zi 60 ni qarshisida 30 ni qarshisidan ildiz 3 marta katta. 8 ildiz 3 ligi kelib chiqadi. Ikkinchi masala, ABC muntazam uchburchak, tashqaridagi qandaydir perpendikulyarlar tomon davom etilgandan keyin va FY tomonga perpendikulyar tushyapti. Bular uchun quyidagicha qonuniyat mavjud. Mana shu FY ning uzunligini mana bu ikkalasini yig'intirsak, uchburchak yuzasi kelib chiqadi. Ya'ni tasavvur qilamiz, mana shunday uchburchak balandligi tushyapti deylik. Shunda h teng bo'ladi, shunday qonuniyat mavjud. 4 ildiz 3 ga qo'shamiz, 5 ildiz 3 ni ayiramiz, mana bu FY ning uzunligini 2 ildiz 3 ni. Yana bu yerda 9 da 7 ta ildiz 3 bo'ladi. H teng 7 ildiz 3 ga. H uchburchak balandligi A ildiz 3 taqsim 2 formula bilan hisoblanar edi. Shu 7 ildiz 3 bo'lyapti. Ildiz 3 lar qisqarib ketsa, tomon 14 ga teng ekan. Demak, perimetr ABC niki mana shundan 3 karra bo'lib qoladi, ya'ni 42 bo'ladi. Uchinchi masala, ABC uchburchak teng tomonli uchburchak. Berilib turganlarga ko'ra uchburchakning tomonining uzunligini topishimiz kerak asini. Xo'p, uchburchakning ixtiyoriy nuqtasidan tomonlarga tushirilgan perpendikulyarlarning yig'indisi, ya'ni mana BC dagi D nuqtadan AB va AC ga tushirilyap turgan balandliklar ikkalasi, ya'ni shu nuqtadagi balandliklarni faraz qilsak, ularning yig'indisi umumiy balandlikni beradi. Ya'ni h teng 6 ga bo'lib qoladi. Uchburchakning balandligi tomonni ildiz 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lishga teng edi. Ya'ni h teng A ildiz 3 taqsim 2 ga bo'ladi. Mana shu 6 ga teng bo'lsa, ko'paytirib ildiz 3 ga bo'lib qo'yamiz. Bunda A teng bo'ladi 12 taqsim ildiz 3. Irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, 4 ildiz 3 ga teng bo'ladi. To'rtinchi masalada ham teng tomonli uchburchak berilyapti. Berilib turganlarga ko'ra, mana bu CY ning uzunligi k ekan, AB ning uzunligi 2k ekan. Bu degani mana shu o'rta chiziq bo'ladi deganligi. Bu o'rta chiziq bo'ladigan bo'lsa, alfani toping deyapti. Xo'sh, agar o'rta chiziq bo'ladigan bo'lsa, bular o'zaro parallel bo'ladi. Xo'p, mana bu o'rtasiga tushib turganligi mana bu masofa bilan bu masofa tengligini bildiradi va bu perpendikulyar tushishga majbur bo'lib qoladi o'rtaga tushgandan keyin. Teng tomonli uchburchak bo'lgandan keyin bu ham teng holatda. Bu deganligi bu yer 90 gradus bo'lsa, yuqoridagi burchagimiz 60 gradus bo'lsa, mana bu to'g'ri chiziq o'rtaga tushgandan keyin 30 u 30 dan bo'linadi. Demak, alfa 30 gradus ekan. 5-masala, ABC uchburchak teng yonli ekan. A dan uzunligi 8 ga teng, B dan uzunligi ildiz 3, D burchagi 30 gradusga teng. Bizdan DC uzunligini topish so'ralyapti. A burchakdan asosiga perpendikulyar tushirib yuboraman. Teng yonliligi uchun teng bo'laklarga bo'ladi. Shunda mana bu 90 gradus bo'lsa, 90 ni qarshisi A da, ya'ni 8 ga teng bo'lsa, 30 ni qarshisi 4 ga teng bo'ladi. Bu holda bu yer K nuqta bo'lsa, DK ning uzunligi jami 4 ildiz 3, ya'ni 60 ni qarshisi 90 ni qarshisidan ildiz 3 marta katta bo'lishi kerak. DB ning uzunligi ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, u holda bu yoqda 3 ildiz 3 hosil bo'ladi. KS ham aynan shunga teng, ya'ni tepada teng yonli uchburchak bo'lgandan keyin mana bu ostidagi qism ham teng bo'ladi o'zaro. Bu yer ham 3 ildiz 3 ga teng. Shunda DC ning uzunligi jami yig'indisiga teng, ya'ni ildiz 3, 3 ildiz 3, yana 3 ildiz 3. Jami 6 7 ildiz 3 bo'ladi. Demak, E javob olamiz. 6-masala, ABC teng tomonli uchburchak. ABC uchburchakdan BC tomonidan D nuqta olingan, A bilan tutashtirilgan 2 ildiz 7 bo'lgan, B dan uzunlik 2 ga teng. Uchburchak perimetrini toping degan shart berilyapti. Uchburchak tomonini A deb belgilab olamiz. U holda mana bu A dan DC ga biror bir K nuqtani tushirib balandlik desak, bu holda bu yoq A taqsim 2 bo'lib qoladi. Mana bu tomoni A taqsim 2 minus 2 bo'lib qoladi. Balandligimiz A ildiz 3 taqsim 2 ga teng. ADK uchburchagi bo'yicha Pifagor teoremasini tuzib yuborsak, 2 ildiz 7 ning kvadrati teng bo'ladi. Xo'sh, A ildiz 3 taqsim 2 ning kvadratiga plus keyin katetimiz A taqsim 2 minus 2 ning kvadrati bo'lishi kerak. Hammasini kvadratga oshiramiz. Bu yoqda 28 chiqadi, teng 3 A kvadrat taqsim 4 plus bu yoqda kvadratga oshiradigan bo'lsak A kvadrat taqsim 4 minus ikkalasini ko'paytmasdan A chiqadi, 2A hosil bo'ladi, plus 4 ga teng.
Mana bu yerni ixchamlaydigan bo'lsak, demak u yerdan 4a kvadrat taqsim 4 ya'ni a kvadrat hosil bo'ladi. Minus 2a. 4 dan 28 saysak minus 24 teng 0 ga. Bundan a ning 6 ligi va minus 4 ligi kelib chiqadi. Tomon manfiy bo'lishi mumkin emas, bizga 6 kerak. Uchburchakning perimetri so'ralgan, perimetr 3a ga teng, ya'ni 18. 7-masalada A burchak va D burchaklar 60 gradus, tomonning uzunligini x deb belgilangan, AB va BC berilyapti. Biz x ni topishimiz kerak. Agar mana shu AB ni davom ettirsak, bu yoqqa qaratib, mana bu yoqda ham davom ettiradigan bo'lsak, ikkita burchak 60 gradusligidan bu ham 60 gradusligiga kelib chiqadi va muntazam uchburchak hosil bo'ladi. 4 ildizosi 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqqa 30 gradus bo'lishga majbur bo'ladi. U holda 30 ning qarshisi 4 ga teng bo'lib qoladi. Bu yer 90 gradus bo'lgan bo'lsa, 90 ning qarshisi 8 ga teng, ya'ni 30 qarshisidan 2 marta katta. Shunda AB ning uzunligi A dan uzunligiga teng, ya'ni x teng bo'ladi 11 ga. 8-masala ABC teng tomonli uchburchak berilayotgan turganlarga ko'ra x ni toping deyilyapti. Uchburchakning tomoni 8 ildizosi 3 bo'ladigan bo'lsa, muntazam uchburchaklarda amal qiladi. Uchburchakning ichkarisidagi ixtiyoriy nuqtadan tomonlargacha bo'lgan masofalarning yig'indisi x plus 4 plus 5 bo'lsa, h ga teng bo'ladi. Ya'ni umumiy uchburchakning balandligiga teng bo'ladi. Ya'ni x plus 9 imiz h ga teng bo'lyapti. Endi h ni o'zini topamiz. Tomonni balandligi orqali ifodalangani a ildizosi 3 taqsim 2 edi. Bizda tomonning uzunligi a teng bo'lyapti, 8 ildizosi 3 ga mana pastda berilyapti. Aynan o'rniga olib kelib qo'yamiz. Demak, h teng bo'ladi 8 ildizosi 3 ko'paytirilgan ildizosi 3 taqsim 2 ga. Bundan h ni o'zini topadigan bo'lsak, qisqarib ketgandan keyin 4 bo'ladi, 3 bo'ladi, 12 bo'ladi. H 12 bo'ladigan bo'lsa, mana bu tenglikka olib borib qo'yamiz. Ya'ni x plus 9 12 ga teng, x ning o'zi 3 ligiga kelib chiqadi. 9-masala ABC teng tomonli uchburchak. Bu yerda DY BC ga parallel ekan, demak mana bu ikkalasini parallel deb olamiz. Bu yoqda shunaqa shart berilyapti. DK ning uzunligi 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoq 2 ekan, x ni toping. Demak, uchburchakning tomonini topishimiz kerak, katta uchburchagini. Bu yer parallelligidan 60 gradusligi majbur, bu yoqda 30 gradus bo'lishga majbur bo'ladi. 30 bo'ladigan bo'lsa 90 ning qarshisidan 2 marta kichik, bu yoq jami 2 bo'ladi. Xo'p, bizga mana bu yerda ham ADY ham muntazam uchburchak, ya'ni tomonga parallelligidan mana bu DY ning uzunligi jami 6 bo'ladigan bo'lsa, bu AD ning uzunligi ham 6 bo'lishi kerak, mana bu yoqqa 4 qoladi. Shunda mana bu C burchagimiz perpendikulyar tushganligi qachonki teng bo'lganda, bu yoq ham 2 ekan. Mana bu 30 gradus. O'z-o'zidan mana bu tomonning uzunligi kelib chiqyapti. AB ning uzunligi x ga teng. Demak, x teng jami 8 ga bo'lib qoladi. Xo'p, 10-masalamiz ABC uchburchak teng tomonli, AY BD ga teng. Mana bu yerda AY ning uzunligi 2 ta belgi qo'yilgan, BD ga tengligi bor ekan. Bu burchak 36 gradus, 38 gradus bo'lsa, alfani toping deyapti. Alfa mana Y burchakdagi o'tkir burchak. Mana shu BD ning tengligidan foydalanamiz. ABC muntazamligidan bu yer 60 gradus, mana bu ham 60 gradus. Demak, mana shu AB ni bu yoqqa davom ettirsam, bu yoqda ham 60 gradus hosil bo'ladi. Ya'ni mana shu nuqtani aynan A ni ustiga borib qo'ysak, DB ni uzunligi aynan YA ni uzunligiga tengligidan mana shu yerda aynan shu uchburchakni mana bunday ko'rinishda joylashtirgan bo'lamiz. Ya'ni mana bu burchak 60 gradusligi, BY ni mana bu yoqqa B ni olib kelib qo'yyapmiz, A ni ustiga Y tepaga joylashyapti. Bu holda mana bu yerda umumiy to'g'ri chiziq hosil qilishini ta'minlab beradi. Ya'ni uni yonidagi qo'shnisi 60 gradusligi. Ya'ni mana bu 120 gradus bo'lsa, mana bu burchak 120 gradus. Aynan ustimiz tushyapti. Shunda Y burchagimiz aynan tepaga chiqib ketgan, mana bu alfa bo'lib qolyapti. Xo'sh, bu yerdan bizga yana nima kerak edi? Mana shu BY ga teng kesmani bu yoqqa ham o'tkazsam, mana shu ikkalasini teng deb faraz qilsam, mana bu yerda 60 gradusli burchak hosil bo'ladi. Chunki bu bilan bu tengligidan mana bu burchak ham 60 gradus bo'lib qoladi va bu muntazam uchburchak bo'ladi. Endi mana bu masofani men jami x deb belgilasam, bu yoqni ham x deb belgilashim kerak. Ya'ni ular ham teng bo'lib qoladi. Muntazam uchburchak yon tomonlarida teng burchaklar ajratilyapti. Bundan eng tepadagi alfani mana bu pastdagiga tenglik kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda ham Y burchakdan C gacha bo'lgan masofa Y burchakdan D gacha bo'lgan masofaga tengligini ta'minlab qo'yyapti va bunda alfa teng 38 gradus bo'lib qolyapti. Sen olamiz.